Bola meni oldimga peridoz bilan keldi. Nima bo'lgan? Bolajon 10 oylik. 10 oylik bolani adasi, onasi, buvisi, dodasi 4 kishi olib kelishdi-da. Bolani eplash olmayapti. Bola o'zini u yoqqa tashiydi, bu yoqqa tashiydi, tinchlanmaydi-da. So'radi, nima bo'lyapti desam, mana 5-6 kundan beri shunaqa bo'lib qoldi. Hech narsa qila olmayapmiz. Nima bu? Tushunmayapmiz dedi. Xo'p, mayli, nima bo'ldi deb so'rab surishsam, u aytdiki, vitamin D ichamiz dedi. 10 tomchidan 2 mahal dedi. To'xtang, qanaqasiga 10 tomchidan 2 mahal? Qanaqa dori ichyapsiz desa, Aquadetrimi, shunaqa Vigantolmi dedi. Uni bitta tomchisida 500 единица. Biz uni 1-2 tomchi beramiz 10 oylik bolaga. U 10 tomchidan 22 marta ichyapman dedi. Qachondan beri ichyapsan desam, 1 oydan oshdi dedi. Qachondan boshlandi bolani bezovtaligi desam, 5-6 kun bo'lib qoldi dedi. Kim yozdi buni desam, ortoped yozdi dedi. Nima uchun yozdi desam, bolada krivosheya bo'lgani uchun, kalsiyli kam bo'lgani uchun, sizlarda vitamin D pastligi uchun shunaqa bo'ldi deb aytdi dedi. Xo'p, vitamin D ni qonda tekshirib keyin yozdimi? Vitamin D ni shunaqa katta dozasini desam, yo'q dedi, hech qanaqa analiz topshirmadik dedi. Men shu yerda o'zida suhbatni to'xtatdim-da, laboratoriyaga iltimos qildim, sito, ya'ni mgnovenni chiqarib beradigan analiz so'radim. Ekstreni sito deydi o'shani. Vitamin D ni holatini ko'rib bersin dedim. Bizda vitamin D ni sog'lom odamda dozasi 30-100 bo'lishi kerak. U bolaniki necha edi? 147. Bu toksik doza bo'lgan. Bola o'sha vitamin D ni 10 tomchidan 2 mahal ichib 20 tomchi kuniga. 20 tomchi bu 10.000 единица degan. Bola 1000 единица ichish kerak. U 10.000 единица ichdi, 10 barobar kun. Bu 1 oymi davomida ichyapti. 1 oy undan ko'proq vaqtda ichyapti. Va bolajonning anaqa ahvoli vitamin D ni peridozga olib kelib qo'ygan. Bunaqa bolalar bir 4-5 ta o'tdi mana shu oxirgi 2 yil ichida 4-5 ta o'tdi. Men aytmoqchimanki, onalar bu vitamin ekan. Ba'zi doktorlar ham bu vitamin, buni peridozi bo'lmaydi deb o'ylashmasin. Bizda protokol bo'yicha vitamin D ni profilaktik dozasi bor va davolash dozasi bor. Profilaktik dozasi bu qonda vitamin D ni aniqlashmasdan beradigan dozaga aytiladi. Agar bolajonni holati vitamin D ni kamligi yoki uni ko'pligini ko'rsatayotgan bo'lsa va boshqa qanaqadir klinikasi bo'lsa, uni albatta qondagi vitamin D ni dozasini tekshirib ko'rishimiz kerak.